Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurultay markaziy organi uchun Münxen shahrida ishxona setilish uchun hozirgacha yig'ilgan iqtisodning kam qismini to'ldirish uchun 10-iyul kuni qurultay raisi Dolqin Aysa apandimning nomida tor orqali iyon to'plash faoliyati boshlagan va bu vaqtda e'lon qilingan safarbarlikda Dolqin Aysa apandimning Uyg'urlarga hissdoshlik qilib kelgan, Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan chet ellik do'stlarimizga xitoban inglizcha qilgan qisqa videolik so'z o'rin olgan edi. Dolqin Aysa apandim bu vaqt stansiyamiz qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultiyining yuqorqi chaqiriqi chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishib kelganligini, qurultayning bu vaqtda iqtisodiy safarbarlik boshlagandan tortib hozirgacha chet ellardagi qarindoshlarimiz tarafidan e'lon qilingan iqtisodning umum miqdorining 800 ming yevroga yetganligini, buning ichidagi 250 ming yevrodan ko'proq qismining Germaniyaning Münxen shahrida yashayotgan fidokor Uyg'ur qarindoshlarimizga oid ekanligini eskartib o'tish bilan birga, Münxen shahar markazida 1 million yevro qiymatida noit muvofiq bir o'rinning tanlab bekitilganligini, setilish rasmiyatlarining mush oyning oxirigacha tamomlanganligini, setilingan o'rinning butunlay Uyg'ur naqshlari bilan bezildiganligini, qurultayning bu yangi markazida Münxendagi Uyg'ur jamoatimizning ehtiyoji uchun masjid, ona til maktabi va Qur'on kursi uchun va boshqa turli ijtimoiy faoliyatlar uchun maxsus zal ta'sis qilinganligini, kelar yilning o'ttirlarida o'tkaziladigan Dunyo Uyg'ur qurultiyining 20-yilligini xotirlash ma'rakasiga qurultay markaziy ishxonasining setilinishiga moddiy jihatdan yordam bergan boshqa qarindoshlarimizni taklif qilganligini, buning faqat qurultayning mulki emas, balki muhojiratdagi butun qarindoshlarimizning o'rtaq mulki ekanligini ifoda qildi va qurultayning chaqiriqiga ovoz qo'shgan muhojiratdagi butun qarindoshlarimizga cheksiz hurmatini va minnatdorligini bildirganligini eskartib o'tdi. Dear friend, my name is Dolqin Isa and I am the president of the World Uyghur Congress, an international umbrella organization representing collective interest and the right of the Uyghurs and other Turkish people worldwide. Today, Dolqin Aysa apandim so'zda muhojiratdagi qarindoshlarimizni yana bir qatim g'ayratga kelib, ishxona setilish uchun iqtisod jihatdan kam qolgan bo'shliqni to'ldirish uchun moddiy yordamda bo'lishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yil 12 mart kuni Germaniyaning Münxen shahrida yashayotgan bir qism Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni attiganlik nash suhbatiga taklif qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20-yilligiga so'g'u sifatida Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organi uchun Münxen shahrida maxsus ishxona setilish haqida e'lon to'plash safarbarlik boshlagan. 13 mart kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bu vaqt muhojiratdagi qarindoshlarimizga xitoban videolik murojaatnoma e'lon qilib, chet ellardagi qarindoshlarimizni Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun Münxen shahrida ishxona setilish qurilishiga iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirgan. Shundaqli Dolqin Aysa apandim 16 mart kuni yana har qaysi faoliyat ilib berayotgan qarindosh tashkilotlarimizga ayrim holda murojaatnoma yo'llab, ularni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Münxen shahrida qurultay markaziy organi uchun maxsus ishxona setilish programmasiga iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqiga asosan chet ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari 28-iyul yakan Elishqi qirg'inchiligining 9-yilligini butun dunyo miqyos bo'yicha keng ko'lamda xotirlashga tayyorlanmoqda. Qurultay markaziy organining uyushtirishi bilan 28-iyul kuni Xitoyning Münxendagi konsulxonasi oldida Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa qarshi norozilik namoyishi o'tkaziladi va namoyish 28-iyul juma kuni Berlin vaqti 15:30dan 17gacha davom qiladi. Qurultay raisi Dolqin Aysa apandim Germaniyadagi, jumladan Münxen shahridagi Uyg'ur qarindoshlarimizni qurultay tarafidan uyushtirilgan bu qatimqi namoyishga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 28-iyul yakan Elishqi qirg'inchiligining 9-yilligi munosabati bilan 17-iyul kuni maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, chet ellardagi butun Uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni 28-iyul yakan Elishqi qirg'inchiligining 9-yilligi munosabati bilan o'zir turishli davlatlarda keng turda norozilik namoyishlari, shahidlarimizni xotirlash faoliyatlari va axborot e'lon qilish yig'inlari uyushtirishga va bu orqali mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qayta dunyo jamoatchiligining samiga silishga chaqirgan edi. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining 2014-yili 7-oyning 28 kuni yakanning Elishqi yezini markaz qilgan holda ilib borgan rayimsizlarcha qirg'inchiligi Sharq Turkistonning hozirgi zamon tarixida 5-yil Urumchi qirg'inchiligidan keyingi Uyg'urlar duch kelgan eng zo'r siyosiy fojia va qirg'inchiliklarning biri sifatida ham Sharq Turkiston xalqi tarafidan ham dunyo jamoatchiligi tarafidan Xitoy hokimiyatining qonxo'rligi va zolimligining isboti va dalil sifatida xotirlanib kelinmoqda.
Əməliyyat 28 iyul yəkən qırğınçılığı məyli qırğınçılıqның kölümü və şəkil cəhətdən bolsun, hətta 5 iyul Ürümçi qırğınçılığıdınmı eşib düşüdü. Çət əl mətbuatlarının bayan qılğındək, bu rəhimsiz qırğınçılıq jarayonida 5000 ətrafida begunoh Uyg'ur dehqon hayotidan ayrilgan. Necha ming yildan buyon ismi-jismi yo'qolmagan qadimiy poytaxtimiz Yakanning bir qancha an'anaviy yez qishloqlari xaritadan o'chirilgan. Minglagan, hatto 10 minglagan begunoh Uyg'ur dehqonlari bu voqeaga chetilib, rəhimsiz Xitoy hokimiyati tarafidan zindonlarga mahkum qilingan edi. 18 iyul kuni Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio bilan Avam palata a'zosi Jim Banks qulluq əmgakini qo'llovchilarni jazolash qonuni deb atalgan qonun loyihasini qaytadan tonishtirgan. Mazkur qonun loyihasi oldingi yil avgustda Marco Rubio bilan Bob Menendez tarafidan tonishtirilgan bo'lib, Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilik va majburiy əmgakka qatnashgan va uni qo'llagan shaxslar ham organlarni jazolash doirasini kengaytirishni maqsad qilgan. Mazkur qonun loyihasining Avam palatasiga sunilgan nusxasi o'xshash bir vaqtda Avam palata a'zosi Jim Banks tarafidan tonishtirilgan. Qayta tonishtirilgan mazkur qonun loyihasi haqida e'lon qilingan axborotga qaraganda, Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulmga chetishlik bo'lganligi sababli jazolangan organ va shaxslarning doirasi yanada kengaytirilgan. Ya'ni bu qonun loyihasida Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligi chetishlik bo'lgan o'rinlarni jazolab qolmasdan, balki ashu jazoga uchirgan o'rinlar bilan savdo qilgan yoki ularni qo'llagan o'rinlarga qo'shimcha jazo yurgizish talab qilingan. Marco Rubio mazkur qonun loyihasi haqida e'lon qilingan axborotda mundaq ekan. Bundan keyin texmi ko'p harakat qo'llanib, Uyg'urlarning majburiy emkidan bahramon bo'layotgan shaxs va o'rinlarning mas'uliyatini surishtirish kerak. Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun Xitoy hokimiyatining javobgarligi surishti qilinib qolmasdan, balki bu jinoyatga sherik bo'lib foyda olgan shirkatlarning javobgarligi surishti qilinishi kerak. Amerika Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatining irqiy qirg'inchilik ekanligini tunji qitim jakarlagan davlat. 2021-yili dunyo bo'yicha tunji qitim Amerikada Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni ma'qullikdan o'tdi. 2022 iyundan boshlab ijro qilinishga boshladi. Marco Rubioning ishxonasi yana mundaq deb yozgan. Amerika şirketlari Xitoyning arzon emgak kuchi va Xitoy kompartiyasining chet ellik mablag' solg'uvchilarga berilgan to'liqlama pulga o'ginib qolgan. Shunga Xitoyda foyda olgan Amerika şirketlari mavjud bo'lganligi bo'lsa, ular Amerikada Xitoy bilan bo'lgan munosabatning yiriklashishning oldini olishni tashabbus qilgan siyosiy faoliyatlarni to'xtatmaydi. Qulluq emgakini qo'llovchilarni jazolash qonuni deb atalgan mazkur qonun loyihasi haqida e'lon qilingan axborotda Jim Banks mazkur qonun loyihasini qayta o'tirib qo'yishning sababi haqida to'xtalib, mundaq degan. Aqsaray 2020-yili mayda davlat majlisi ma'qullagan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuniga asosan birmi shirkatni rasmiy jazo nishoniga olmadi. Bayden hukumati nayt asta harakat qilg'achqa, Xitoy kompartiyasining Uyg'ur majburiy emgakdagi mas'uliyatini surishti qilish uchun ikki partiyaning ko'rsatgan tirishchiliklarining unum ko'rsatishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun Kengash palata a'zosi Rubio ikkimiz Bayden hukumatini Xitoy kompartiyasining Xinjiangdagi irqiy qirg'inchiligidan foyda olgan va uni qo'llagan shirkatlarni jazolashga majburlaydigan texim kuchli qonunni sundiq. Sharq Turkistonning Turpan shahri bu hafta tarixdagi eng qattiq issiq havo oqimining hujumiga uchrab, bu shaharga qarashli bir qism joylarning havo temperaturasi tarixiy rekord yaratgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 16-iyul kuni Turpandagi Yalqintog'ning yer usti issiq havo temperaturasi 80 Selsiya gradusga yetib borgan. Xitoy taratqullari Yalqintog'dagi bu qattiq issiqning Xitoy sayohatchilarini jalb qilayotganligini ilgari surayotgan bo'lsa-mu, lekin bu kishilik huquq tashkilotlarining lager va ishlab chiqarish korxonalaridagi Uyg'ur tutqunlari hamda majburiy emgak ishlamchilarining ahvoliga bo'lgan andisini kuchaytgan. Xitoy meteorologiya organlari 17-iyul Turpan Astana bozorining 16-iyul yakshanba kunlik temperaturasining 52,2 Selsiya gradusga yetib, bu joyning shu kuni Kaliforniya shtatidagi halokat jilg'isidan qolsalar dunyoning eng issiq joyi bo'lganligini e'lon qilgan edi. Lekin Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetining 18-iyul bergan xabarida Yalqintog'ning shu kungi yer usti temperaturasining Astana bozoridan ko'p darajada eshib ketganligi, Yalqintog'ning yer usti temperaturasining 80 Selsiya gradusga yetib borganligi Xitoy meteorologiya tarmoqlarining qattiq issiq kelgusi 5 kunda davomli ko'rildi deb ogohlantirganligini aytgan. Sharq Turkistonda ko'rilgan qattiq issiq Xitoyning g'arbning to'kini sharqqa o'tkazish plani bo'yicha Sharq Turkistonda qurib chiqqan nurg'ulg'an ko'mir elektr stansiyalarining havoga ko'plab zaharli karbon gaz qo'yib berib, rayonning havo klimati va ekologiyalik muhitini davomli bulg'ayotganligiga bo'lgan andishlarni texim kuchaytmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati 2017-yili o'zining yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish strategiyasini ijro qilishga boshlagandan buyon Turpan Yalqintog' rayoni uning Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish nomidagi assimilyatsiya va atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini barpo qilish harakatida Xitoy sayohatchilarini jalb qilgan muhim sayohat nuqtalarining biri bo'lib kelgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundiq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.